Diqqat aholiga jiddiy ogohlantirish. O'zgidromet agentligi 24-iyul kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Mamlakatimizda ertaga 24-iyul kuni yog'ingarchilik kutilmoqda. Fuqarolar tezda zontiklarni tayyorlang. Issiq ob-havo endi chekindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video roligi oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, 24-iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo harorati kechasi 20-25 daraja, kunduz kunlari 34-39 daraja issiq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro va Navoiy, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo harorati kechasi 20-25 daraja, kunduz kunlari 32-37 daraja issiq bo'ladi. Hech bir viloyatda yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat bulutli bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduz kunlari 20-25 daraja issiq bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, video roliklarni doimo kuzatib borish uchun like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.